Kecha bolamni qattiq urdim. Rosa yig'ladi. Kechirim so'raymi yoki o'zimni jahlim chiqayotgandek tutaymi? Bolangizni urishga qanday haddingiz sig'adi? Nima uchun kichkinagina bolaga katta odam qo'l ko'taradi? Men shu narsani hech tushunmayman. Onalar, siz bolangizni qiynalmasdan shunchaki tuqqanmisiz? Bolani urib tarbiya qilib bo'lmaydi. Madomiki siz eringizni alamini bolangizdan olmoqchi bo'lsangiz, bu eng katta xatoingiz. Bolangizni jazolashdan oldin uni nima uchun jazolayotganligingizni avval to'g'ri yo'l bilan, to'g'ri so'z bilan tushuntirib ko'ring. 2-3 marta qaytaring. Lekin zinhor bazinhor pedagogikada ham, psixologiyada ham ishlatilmaydigan eng oxirgi metodika qo'l ko'tarishni to'xtating. Bolangizdan kechirim so'rang, aybingizni tan oling. Chunki sizning bolangizga ko'tarilgan qo'lingiz bolangizning butun hayoti davomida esidan chiqmaydi. Buni unutmang.